dardlari bitti. Uylaridan ayrilib qolyapti. Bir necha yil oldin nogironlarga deb turib qurilgan, berilgan uylarga ana endi bank tomonidan pullar kelyapti. Ya'ni o'sha vaqtida bular ololmaymiz, pensiyamiz kam, uy to'lovi 2 million bo'lsa, pensiyam 800 ming bo'lsa, oilam boqaymi, nima qilaymi deganda hammalariga homiylar biriktirib berilgan. Lekin hozir homiylar ko'plar ishdan bo'shab ketib, boshqa homiy, boshqalar, yangi rahbarlar bo'lsa kelib bu odamlarga yordam bermayapti mana. Shu yillar davomida yig'ilib qolyapti. Bitta mana kimda 60 million, yana kimdadir 40 million, yanadir 50 million shunda yig'ilib qolibdi. Men hozir bular bilan hozir gaplashyapman. So'rasam, birinchi bular Vazirlar Mahkamasiga boribdi. Vazirlar Mahkamasida kimsan deb birontasi buni haligi qilmabdi. Mana hozir opa yig'la gapirib beryaptilar. Vazirlar Mahkamasida bularni umuman yaxshi qabul qilmabdi. Hurmatli bosh vazir janoblari, siz va siz orqali o'rinbosarlaringiz, qolganlar ham hammasi mana shu xalqning to'lagan soliqlaridan maosh olasizlar. Xalq sizning oldingizga majburiydan kelyapti. Aslida siz qator sizni tizimimizdagi vazirlar va hokimlar mana shu nogironlarga ahamiyat berish kerak edi. Prezidentimizning nogironlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha qancha qarorlari chiqdi, qancha farmonlari chiqdi. Bu nima? Bu Surxondaryoga Ulug'bek Qosimovga yetib bormayaptimikan? Banklarga yetib bormayaptimikan? Ha? Shuning uchun bir narsani bilinglar. Siz bilan hurmatli hokim janoblari, hurmatli bosh vazir, siz bilan bizga Alloh taolo qo'l, ko'z, oyoq berib qo'yibdi. Allohga shukr qilishimiz kerak shuning uchun. Tanajamiz sog' bo'lgancha shukr qilishimiz kerak. Shukrlikni o'zini tomonidan mana shu odamlarga yordam bersin deb turib siz bosh vazir bo'ldingiz. Va shularga yordam uchun muammosini ko'tarib chiqsin degan fikrda Alloh taolo menga blogerlik deb berdi. 33 yil televideniyada ishladim. Televideniyada bu xalqning dardini olib chiqa olmadim. Mana endi bloger sifatida olib chiqyapman. Mana shu akani ko'ringlarchi. Ko'ring qanday turib chetda turibdi hozir. Qani gapni o'zlari tanishib ketasizlar, nima muomala? Gapiring, o'zi qayerdansiz? Tanishib ketingiz. Qumqo'rg'ondan olgan, Qumqo'rg'ondanman. Shu uylar bo'yicha keldik. Uyimiz puli to'lanmayapti. Xo'p,